Assalomu alaykum. Bugun hissiyotlarni chekintirish bo'yicha suhbatlashamiz. Bu qanday bo'ladi? Hissiyot chekinadi, ya'ni ular sizni boshqarmaydi. Qarang, insonni holatlarini, barcha hayotidagi kechinmalarini, hissiyot bilan bog'liq barcha kechinmalarini miya judayam chiroyli tarzda eslab qoladi. Ya'ni sizni qanday holatda bo'lganingiz, bo'lishi mumkin siz cho'kkan, yelkalaringiz pastga tushgan holatda bo'lishingiz mumkin. Yuragingiz siqilgan holatda bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Bularni barchasini miya hammasini eslab qoladi. Bo'lishi mumkin yelkangiz tushib qolgan, charchagan bo'lsangiz ham sizni miyangizda salbiy fikrlar aylanaveradi. Aynan siz uddalolmagan, siz eplolmagan vaziyat, voqeliklar miyangizda aylanaveradi. Ya'ni miya hatto o'sha sizni tana holatingiz bilan ham bog'laydi. O'sha fikrlarni, o'sha jarayonlarni. Tushunyapsiz-a? Endi qarang, bu holatga qanday qarash kerak va o'sha paytda siz o'sha hissiyotni qanday chekintirishingiz mumkin? Qachonki hissiyot chekinsa, sizni miyangiz tinchlanadi. Miya xotirjam bo'ladi. Mana shu holat bo'yicha hozir sizga men bir nechta metodika, ya'ni uslub sizga beraman. Mana shu uslubni siz tajribada qo'llaysiz va inshaalloh natijasini ham o'zingiz ko'rasiz. Qarang. Birinchi ochratda sizda salbiy fikr aylanayotgan paytida tana holatingizni, ya'ni qaddingizni tikka tutasiz. O'zingizni, qaddingizni tikka tutgan holatda o'zingizni yaxshi holatda ushlaysiz. Ya'ni tanangizni, birinchisi tanani yaxshilayapsiz. Va sizni miyangizda oqibatlar shakllangan. Noto'g'ri oqibatlar, ya'ni tasdiq yo'q, yolg'on oqibatlar shakllangan bo'ladi. Siz o'shanga ishonasiz. Ya'ni sizni miyangiz o'shanga ishonadi, uni xavf xatarli deb baholaydi va o'shandan himoya qilish uchun doim o'shani aylantiraveradi. O'shanga javob topishga harakat qiladi. Javob topolmagani sayin siz qiynalasiz, siz siqilasiz, siz bosimni his qilasiz. Ana endi qarang. Sizni miyangizda salbiy fikr aylanyaptimi? Misol uchun bo'lishi mumkin, qayerdadir borishga yoki nimadir qilishga, nimadir sodir bo'lib qolishidan qo'rqyapsiz, deylik. Nimadan qo'rqyapman deb birinchi ochratda qo'rquvni so'raysiz miyangizga. Hozir men buni qanday shaklda so'rashingiz mumkinligini ham aytib o'taman. Qarang. Ya'ni sizda qandaydir bir o'zingizda salbiy fikrlar aylanyapti ongingizda, to'g'rimi? Va siz o'sha paytda savol berasiz. Nimadan qo'rqyapman? Nimadan qo'rqyapman? Deganingizdan keyin, misol uchun sizda bir fikr keladi. Men pul topolmay qolishdan qo'rqyapman. Xo'p, nima uchun pul topolmay qolishdan men qo'rqyapman? Xo'p, pul topolmay qolsam-chi? So'raysiz. Hamma kuladi, boshqa bo'ladi, men sharmanda bo'laman. Xo'p, sharmanda bo'lsam-chi, keyin nima bo'ladi? Keyin nima bo'lishi mumkin? Savol berasiz. Ya'ni buni qanday holatda bajarishingiz kerak? Tasavvur qiling, sizning ichingizda salbiy fikrlarni gapirib turgan bir shaxs misolida ko'ring. O'sha shaxsga savol beravering. Savolga tuting uni. Tushunyapsizmi? O'sha hissiyotdan kelayotgan bo'ladi bu barcha fikrlar, barcha salbiy fikrlar. O'sha ichingizda shaxs degan shaxs tushunchasini shakllantirasiz va unga savol berasiz. Nimadan qo'rqyapman? Nima uchun qo'rqishim kerak? Nima bo'ladi? Xo'p, nimaga misol uchun ishonyapsan? Nima uchun bunga ishonyapsan? Unga o'zi mana bitta narsani tushunib oling, hammani o'zini muammosi individual bo'ladi. Nima uchun men aynan mana shunday buni gapiring, uni gapiring demayapman. Buni o'zingizdan kelib chiqqan holatda savol berasiz. Ya'ni o'sha ichingizdagi shaxs misoli. Ana endi qarang, u tasdiqlab bera olmaydi.
aynan tasdiqlab berolmagandan keyin sizni hissiyotingiz chekinishni boshlaydi. Ya'ni susayishni boshlaydi. Buni qanday holatlarda bajarishni sizga tavsiya qilgan bo'lardim? Ya'ni uyqudan to'ygan va o'zingiz yaxshi, kuchlangan holatda bu bilan ishlashni tavsiya qilaman. Misol uchun siz uyqusirayapsiz, uyqudan to'ymagansiz, charchagansiz. Bu holatda sizning miyangizda salbiy fikr kelsa, nima qilishni men sizga tavsiya qilaman. Qarang, birinchi ochratda qaddingizni tikka tutasiz, chuqur nafas olasiz va keyin bajaraman. Keyin men bu fikrni keyinroq fikrlayman. Keyinroq mana shu ustida fikr yuritaman. Keyin buni javobini topaman deb buni keyinga qoldirasiz. Va birinchi ochratda siz uyqudan to'yasiz. Uyqu olib, kuchingizni to'plab olgandan keyin yuqorida aytib o'tgan, ya'ni ichingizdagi hissiyotni shaxs misolida ko'rib va unga savollar berasiz. U sizga tasdiq topib berolmay qolgandan keyin miya uni anglaydi. Aslida u yo'q ekanligini, aslida u sodir bo'lmasligini, o'zi yaratib olgan ekanligini siz o'sha miyangiz anglaydi. Shundagina o'sha hissiyotlar chekinadi va sizni inshaalloh bezovta qilmaydi. Bu shunchaki amaliyotda bajarib va buni effekti qachon kuchayadi? Qarang, amaliyotda bajarasiz, bu doimiy bajarish evazida sizga inshaalloh natija beradi. Mana shularni bajaring va men sizlarga yana boshqa yangi bilimlarni va metodikalarni inshaalloh tushuntirib o'taman.